Hozir bitta mashina ko'rsataman. 1 tonnali mashinalar ichida eng kachogi bo'ladi. Buqasi deydi-yu. Orqasidan o'zi haybat aytib turibdi buni. Bu Ramadan zashta chiqqan ekan, ko'rsanglar. Raman o'zidan chiqqan mana zashta. Balonni qarang o'zi. Balon nechilik ekan? 15 lik qo'sh balon ekan. Balonni qarang, shuni. 15 lik qo'sh balon. Mana bu suv nasosi bo'ladi, kompressorchasi juda yaxshi narsa. Tahorat qilganda juda qulay bo'ladi. Mana ochib suv tushadi. Endi buni suv yo'q, suv tortib olsak bo'ladi. Ancha qulay. Oldi ham 15 lik bo'ladi. Orqasi qo'sh balon. Oldi yakka balon bo'ladi. Turishini qarang, buni turishini. Balandligini-chi. G'ish, beton, shag'al, qum nima bo'lsa olib kelib ag'darib tashlayverasizlar. Bu samasval bo'ladi. Bunisi dizel salarkaligidan ekan. Mana busi propanligi, xuddi shuni. Buni yoniga qarang. Nima qilsa bo'ladi? Alyuminiy profil qo'yib, xuddi mana shu bilan bir xil qilsa bo'ladi. Mana o'zi zavoddan mana shu holatda chiqadi xolos. Bir 25 sm bo'ladi. Alyuminiy profil yoki temirdan ko'tarsa bo'ladi. O'zi xohlagancha ko'tarsangiz bo'laveradi. O'zi bu yakka balon chiqadi zavoddan. Yakka balon bo'lib chiqadi. Bu 22-yil mashina ekan, ozroq ishlagan. Mana zavoddan qanday chiqishini ko'rsatib beraman. Mana shu zavodskiy haqiqiy o'zini baloni. Oldiniki ham o'ziniki. Chet tarafida bo'ladi samasvallar. Oldini ham, orqasini ham oboroti bir xil bo'lishi uchun shu balonni teng razmerda ishlab chiqariladi. Bu ham 15 lik bo'ladi. Oldiniki ham 15 lik. Ko'rishlar mumkin. 195 15 lik. Bu zavodskiy propanligi chiqdi 24-yildan boshlab bulardi. Salarkali bizga aytmaydi-yu deganlar uchun mana buni zavodskiy propanligi chiqqan. Xuddi shu mashinani qo'sh balonligi bor. Mana shu holatda tayyor qilib qo'yilgani bor. 24-yilgisi. Narxga keladigan bo'lsa, ozgina qimmatroq bo'ladi bular narxi. Samasvallarning 24-yil 3-oy ekan. Chetirada o yonida ko'rsanglar yana bitta korobkasi bor. U bilan oldini qo'shsangiz bo'ladi. Euro 6 mexanika. Buni avtomat korobkasi bo'lmaydi, mexanikada chiqadi. Narxiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bu mashinalar o'rtacha Janubiy Koreyadagi narxi 24-yilgi mashinalarda shu 20 ming, 21 ming atrofida bo'ladi. Undan arzonroq olinsa ham bo'ladi. 17-18 minglarga ham bor. Holatidan kelib chiqib, yurgan probegidan, mashinani o'zini holatidan kelib chiqib ham narxlari belgilanadi. Endi bu zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, mana shu holatda turgani. Ozgina bunga mana shu holatga keltirishni ozgina ishi bor. Balonlarni qaranglar, buni yonidan turishini. Xuddi bir tankiga o'xshab turadi. Mashinalar ichida, shuncha mashinalar ichida eng balandi mana shu turibdi.